bilemsiz. Neçe ming yıldan buyon bütün dövlətimizdə yaşanğanlar onu kimning uyi kirsa şu ailening təliyi bar deb qarab keldi. O sizni tutqul qoymaydı. Yəni texi ishning beshiga ta'rat qilib qo'ydi. Siz nima ish oningdan bezor bo'lmaysiz? Qarlashning har yili janub ketganligini bilasiz, lekin zor qayer ketganligini siz chuqur faraz qila olmaysiz. Bugungi sonda men sizning qarlag'achga bo'lgan tonishingizni o'zlik-kesil o'zgartiraman. Chunki u hargizmi baxt qushi emas. U sizning uyingizga kirib olgan kasbiy yollanmaskar. Oldi bilan mundaq bir ishni aytay. Qarlag'achning uyingizni tanlashning ta'liyi bilan qilchi munosabat yo'q. U uyingizning oldida zo'ngzib o'ltirib, siz 3 kundan 5 kungacha kuzatadi. Olimlar necha ming qarlag'ach o'zini izqoqlab tekshirib, qarlag'achlarning rasmi u yasashdan burun uy egasiga qarata bir qatamliq orqa ko'rinish tekshirish elib bordiganligini bayqagan. Uyingizda mushuk bormi yo'q? Balangiz supurgi bilan uni qo'g'lamdi yo'q? Hammasi tekshirib bo'linib, layoqatli bo'lgandan keyin ondan lay to'shishga boshlaydi. Layoqatli bo'lmasa darhol yana bir o'v almashtiradi. Hargiz beparvolik qilmaydi. Siz qarlag'achni uyingizga kirdi deb qaraysiz. Amaliyotda siz qarlag'achning 100 turan imtihonidan o'tdingiz. Undaqda u nimish chuqum insonlarning uyida turdi? Javob nayt rayms. Chunki bir odatdagi char jilan 10 minutli bir ovdagi qarlag'ach bolalarini pak-pakiz yevitaydi. Lekin jilan odamdan qo'rqadi. Qarlag'ach dal mush nuqtani payamlagan. O hatto o'zini qasddan uyingizning eshigini dal ustiga yasaydi. Bu odam eng ko'p kirib chiqadigan joy bo'lib, u o'ziga mangu to'kni uzatmaydigan biologik ogohlantirish sistemasi o'rnatganga barobar. Ilmiy sonliq ma'lumotlarmi bu nuqtani isbotladi. Insonlarning uyda yashaydigan qarlag'ach chuylarining hayot qilish nisbati 80% ga yaqinlashganligini bayqadi. Ammo daladagi qarlag'achlarning bolalari bo'lsa 10% ga yetmaydi. Qarlag'achlar 7000 yildan ko'proq vaqt sarf qilib, ondan bu bir yurish, birga yashash taktikasini geniga kirgizdi. Lekin biz qarlag'achni faqat bekorga yeb, bekorga turdi deb qarasak, undaqda xatolashgan bo'lamiz. Chunki u ko'chib kirgan tunji kunlar bizga yuqori bahoda uy ijarasi topshirishga boshlaydi. Faqat siz bir qarlag'achning 500 mingdan ortiq pashini yo'qotira oladiganligini his qila olmaysiz. Cho'ji beqish mezgili texmi hayron qolarlik bo'lib, qarlag'ach ayol har 3 minutdan 5 minutgacha bir qatim o'g'ilg'il chiqadi. Og'zi har qatimda 20 dan 30 talgacha qurt sel oladi. Bir kunda 200 qatim yaqin berib keladi. Azaldan to'xtab qolmaydi. Siz kasbiy hasharat yo'qotish shirkatini taklif qilib 500 ming tal qurtni bir taraf qilsangiz qancha pul ketadi? Lekin qarlag'ach bir tiyin olmaydi. O jannatga biz uchun ishlaydi. Hasharat yo'qotish dorisi yo'q yillarda pasha chivin tarqatadigan bezga, xolera, cho'ma qatorliq xalgan bir xil kasallik yerim kentini yo'qota oladi. Qarlag'ach qadimki yizlardagi tirik tan virus o'ltiradigan yumshoq detal edi. Shu qadimkilar qarlag'achni baxt elib keldi deb qaraydi. Qarlag'ach haqiqatan jannatga odamning hayotini davomlashtirdi. Bu hisobni qadimkilar aniq qilgan. Lekin har yili kuzda uyingizning lampasi ostidagi qarlag'achlar to'yxuz yo'qolib ketadi. Kichik vaqtimda men ularni xaynan orliq berib qishlaydi deb o'ylaydim. Bo'lgandan keyin ondan ularni Afrikaga boradiganligini bildim. 2022-yil xalqaro jurnal Harakat ekologiyasida e'lon qilingan izqoqlab tadqiq qilishga asoslanganda Beijing Yuan qarlag'ichi Beijingdan ayrilgandan keyin g'arbda Mo'ng'ul egizligini kesib o'tib, O'rta Osiyo teg'ining ichkarisidan uchib o'tib, Qizil dengizni olqib o'tgan. Eng oxirida Janubiy Afrikadagi dengiz yuzidan 1 kilometr egizlikda qishni o'tkazgan. Tak musafa 15 ming kilometrga, berib kelish 30 ming kilometrga yaqin bo'lib, Osiyo, Afrikadagi 37 davlatni yutadi. 30 ming kilometr degan qanday huquq? Yer sharining ekvatorining bir aylanish oraligi 40 ming kilometr. Ig'irligi 20 grammga yetmaydigan bu kichik qush bir bo'duni tuxumdanmi yenik bo'lib, har yili yer sharini bir aylanib chiqishga to'g'ri keldi. Bu yo'lda o sahroy kabi qumliqning havo bo'shliqidagi 50 graduslik issiq to'lqinni kesib o'tib, dengiz okeanidagi 10 bal qora bo'ronga taqobil turishi, yirtqich qushlarning egiz boshliqdan sho'ng'ib qo'g'lab o'ltirishdan har vaqt hushyor turish kerak. Ilmiy statistikaga asoslanganda har yili kuzda yo'lga chiqqan qarlag'achlarning qaytib keladiganlari yerimga yetmaydi ekan. Qolgan qarlag'achlarning ba'zilarini bo'ron chapqanda dengiz eqitib ketadi ekan, ba'zilarini yirtqich qushlar par qilib o'tadi ekan, ba'zilari uchish jarayonida holsilib necha ming metr egizlikdan untinsiz tushib ketadi ekan. Muvaffaqiyatli yetib kelgan har bir qarlag'achning keyinda bir maydon ming o'lib birtiriladigan jon tikib elish safari bo'ldi. Lekin odamni eng hayron qoldirgani shuki, ikkinchi bahorga kelmay turibla hayot qolgan qarlag'achlar yana bir qatim yo'lga chiqib, yer sharining yerimini olqib, uyingizning lampasi ostidagi alqanchilik cho'nliqdagi lay o'visiga dal joyida qaytib keldi. O'rin belgilash xatolik farqi 1 metrdan oshmaydi. Kallasi seriq burchaqli cho'nliqdagi bir jonliq hech qanday yo'l boshlash uskunasi bo'lmagan ahvolda buni qanday ishga oshira oladi? Olimlar uningga javob topdi. Qarlag'achning ko'zda yoshirin pigment 4 deb ataladigan bir xil alohida oqsil bor bo'lib, u kvant unumi orqali yer sharining magnit maydonining yo'nalishini bevosita his qila oladi.
Uning ko'rgan dunyosi biznikiga butunlay o'xshamaydi. Sizning ko'rganingiz ko'k osmon, oq bulut. Uning ko'rgani magnit kuchi siziqining ko'z oldidagi eqiyotgani bo'lib, xuddi bo'shliqqa yeyilgan holografiyalik xaritaga o'xshaydi. Kunduzi quyoshning qiypash nuri orqali yo'nalishini to'g'rilasa, kechasi yulduz turkumiga tayanib havo yo'lini to'g'rilaydi. Uyga kelay deganda cho'ng menga saqlangan yer shakli xotirasi qo'zg'alib, tog' daryo yaqin kentlarni bir-birlab selishtirib, eng oxirida uyingizning lim siziqchilarini ko'rish sizning xotirasiga tayanib, eng oxir qo'nishini tamomlaydi. Magnit maydon induksiyasi yulduzlik osmon o'rnini belgilash, yer shaklini skanerlash, ko'rish sezim orqali farqlantirishdan iborat 4 yurish yo'l boshlash sistemasi bir vaqtda mashg'ulot qildi. Bu bir yurish iqtidor harbiy ishlar sohasiga o'rlashtirilgan bo'lib, qit'alar aro boshqarilgan bomba darajasiga yo'l boshlashning aniqlik darajasi deb ataldi. Muvaffaqiyatga olib qaytib kelayligini o delsining bulturq ko'ni qo'shnimiz. O yer sharining yerimini kesib o'tib, bo'ron chopqin va yirtqichlardan daldilinib 30 ming kilometrga yaqin uchishi faqat sizning uyingizning lampasi ostiga qaytish uchundir. Ammo quruq ovlardagi qarlag'ishlarni saqlashingizning hojati yo'q, chunki ularning o'lib ketish nisbati nihoyat yuqori. Lekin hozir bir ish yuz berayotgan bo'lsa-mu, lekin nihoyat oz odam diqqat qiladi. Yezdagi ko'ni uylar bir-birlab o'rib etilib, uning o'rnida siliq parpar qichaplangan yangi shakldagi g'arbcha uylar oldi. Qarlag'ishlarning laylari zodli chaplasha olmaydi. Shaharga nurg'un hasharat yo'qotish dorisi chechilgan bo'lib, osmon pokiz bo'lg'achqa biror tal hasharatni topqili bo'lmaydi. Qarlag'ich kuchib kelib o'zining ishsiz qolganligini, hatto qo'ndigan yermi qilmaganligini bayqaydi. Xalqaro qushlarni kuzatish o'lchash sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, yaqinqi necha 10 yildan buyon Shimoliy Amerikadagi uy qarlag'ichlari tur to'pining soni 30% ga yaqin tuvalligan. Yevropaning qisman rayonlarida har yili 4% pointdan ortiq surat bilan sijil tarayotgan. Davlatimizning sistemalik kuzatish xizmati amdila boshlangan bo'lsa-mu, biroq bargan sir ko'pligan kentlarda qarlag'ich ko'rinmagili bir qancha yil bo'lib ketdi. Janubiy Afrikadan 1001 japoda uchib kelgan qarlag'achlar kent eg'izi bir qancha qatim cho'rgilab yurib, lay chaplashadigan tamni topolmay oxirida amalsiz uchib ketishdi ekan. Tadqiqotchilarning xotirlashicha ba'zi qarlag'achlar yo'qolib ketgan ko'ni turalg'oning xarobisida to'p-to'g'ri 3 kun u yoqdan bu yoqqa uchib yurib, amalsiz bu yerdan ayrilgan. Qarlag'achning iborat bu xil jonliqda tug'ilgan joyiga qat'iy sodiq bo'lgan gin bor. Shunglashqa osonlikcha o'rin almashtirmaydi. Insonlar necha ming yil vaqt sarf qilib, bir yavuqishni o'z roziligi bilan eng ojiz avlodlarini qilch qoldirmay, ishonchisini bizning lampastimizga topshirishga buyurdi. Biz faqat necha 10 yil vaqt sarf qilib, bu ishonchni qo'ydigan yer topolmadik. Qarlag'ach azaldan boy islzodlarni tanlamaydi. Uning tanlaydigani tinch, muqim, illiq lampasi bor uy. U gini yozilgan tur halqagan sheriklik kelishimi. Insonlar uni lampa va bexatarlik bilan ta'minlaydi. Qarlag'ach hasharat yo'qotish va ishonch bilan ta'minlaydi. Ikki taraf bir-biriga qarz emas, bir-biriga ziyon yetkazmaydi. Agar uyingizda bu yil ertasi yana limdiki vichir qarlag'achning ovozi anglay olsangiz, to'xtab unga qarab beqing. U oddiy qush bo'lmasin, balki 30 ming kilometrga yaqin uchib qaytib kelib, uchrashga borgan ko'ni qo'shni